быстро, качественно. Как бы советую, обращайтесь. Коннектор, нижний коннектор. iPhone 13 Pro'ga kamera stiklo yapıştırış jarayoni. Ha, короче, telefonni doğru tutsa görünadi, kraydan tutursa telefon chorniy bo'lib turadi, qapqara ekran. Son qilib полный 360 gradusda 500 rublga urib beramiz. Вообще круто. Jo'ralar bu aksiyaning eng zo'ri bo'ldi lekin. Blokka tushgan telefonlarni ochasizlar. iPhone'dan ochasizlar. Planshet. Ish qilib o'g'illik telefon aytkamanglayin, blokni ochib beradi ekanda. Bu kamera uchun защитный stiklolar O'tkir aka hammasi bepul. Bu original. Bu usilinli. Xitoy. Bu eng arzonlari bu. Boshqa masterlar agar sizlarga bez ошибка aytib chiqarib bersa, bu degani originalni degani emas. Telefon remont instrumentlar hammasi professionalni, ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum jo'ralar, Gatchinada remont telefon qidirib yurganlar uchun zo'r variant, arzon, sifatli narsa bo'ladi. Bu yerning adresini aytaman. Aerodromda Rinoknyani, Generalniy Knisha 8A. Yetkinlik ichini ko'rsataman. Shu yerdan girish, bu yanimiz bozorning yo'li, bu tarafina bu угловой, bu yanda yana Vega degan торговый kompleks kichkina, shuni to'g'risida yana. Sizlar bu yerdagi aksessuarlar hammasini tushuntirib o'tamiz video davomida. Shuhrat og'amiz shu yerda Gatchinadagi tochkasida turadi. Bu bratina shu yerda постоянно sizlarning telefonlaringni remont etish bilan avvalo. Endi ozgina ma'lumot bering. Sizda birinchi muammolardan keladigan iPhone batareykalari bo'yicha. Batareykalar hamma modelga absolutno 5 mi, 4 mi, 15, 16 gacha narxlar bor. Almashtirib berasiz, bez ошибки, keyin ekran remonti bo'yicha. Shunda remonti bo'yicha тоже iPhone'larning ekrani bu hammasi nalichka bor sizda. Hammasi nalichka bor, hammasi. Ошибkalarni ham olib qo'yib beramiz, chiplarimiz hammasini. Hech qanaqa ошибка bo'lmaydi. Ko'rsatmaydi ошибкani. Endi kimlardir qiziqarli bo'lsa u narsa, va atak original bo'ladi. Dusha spokойniy bo'lishi uchun Zavodga beramiz, полностью havodan tekshirsak ham bo'ladi. Ichida vozdux bormi, yo'qmi, hammasini gradus bilan tekshirib, shunday qilib beramiz. Kerakli ma'lumotlarni olaverasizlar. Endi hozir ishlash jarayonlarini ko'rsatamiz, remont, keyin aksessuarlari bu yerda telefon remont instrumentlar hammasi professionalni, ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Keyin aksessuarlar, stiklolar, naushniki tak dalее shunga o'xshagan narsalar hammasi bozor boshqa торговый komplekslarnikiga qaraganda ancha arzon, sifatli. Endi bir boshdan sizlarga ko'rsatamiz bu yerni. Akkumulyator chasti so'raysizlar, originalmi, xitoymi? 3 xil variantimiz bor. Bu original. Bu usilinli. Mana bularimiz уже Xitoy. Bu eng arzonlari bu. Korobkasi, buni korobkasi ham yo'q, даже без plyonкада bo'ladi. Yine original batareykalar, endi nima bu aksiz marka deymi, ashuni bombasi bor, plombirovni уже original bo'lgan, qanaqa mana Pro Max original bo'lgan shtrix kodlar bilan hozirdan urib tekshirsa bo'ladi. Shtrix kodi endi masalan hozir birov qo'ydirdim, menkin original desa, o'sha shtrix kodi o'zinikini совпадать etsa bo'ladi. Bu yerda usilinli akkumulyator. Usilinli degan paytimizda nima tushunamiz? Atak 300 то есть 3500 amper beryapti. Atak обычныйsida либо 3000 bo'ladi, либо 2000. Ozgina bu kuchliroq, bu usilinli variant. Bu уже eng arzon Xitoy variantimiz. Endi shu yerda savolda o'sha Xitoy varianti ham bez ошибка qo'yib bilasizlarmi? Chiqadi, Xitoydan bez ошибка. Bu, короче, jo'ralar. Boshqa masterlar agar sizlarga bez ошибка aytib chiqarib bersa, bu degani originalni degani emas. Shuning uchun asosiy yerlarga kelib turib, yana o'sha ustalar aytsangizlar, sizlarga originalni desa, o'sha originalni batareykalardan qo'yib beradilar. Sizlarda ошибка ko'rsatmaydi. Ko'pchilik ustalar bundan qo'yib berishi mumkindan, sizlarga ошибка ko'rsatmay turaversa, значит, meni telefonim cho'tkilab yurganlaring bir tinch o'ralar. Bunda yana batareykalarni emaillari bilan qo'yib beradi ekan bular. O'sha originalni batareykaning korobkasini olasizlar, shu korobka bilan совпадать bo'lsa, email sizlarning telefonning batareykasini, значит, bu original.
telefonlarda o narsalar yo'q jo'ralar. Shu vajlara e'tibor qaratinglar постоянно. Hammasi bu yerda chestni aytilib turibdi, ko'pchilik masterlarda bu gaplarni eshitmaysizlar aniq. Pul uchun har balo aytib beradilar, shuning uchun diqqatli bo'linglar. Yine защитаlar bor ekan bu yerda iPhone'ni kameralari uchun ozgina informatsiya bering. Bu yerda nechta qo'y. Bu kamera uchun защитный stiklolar O'tkir aka hammasi bepul. Ana shu joyini birinchisiga qo'ysangiz ham bo'ladi. Hammasi bepul. Bepul? Faqat klientlarga. Keldi, ekran almashtiradimi, kamera almashtiradimi? Mana masalan 12 Pro. Agar faqat original zapchasiga, original ekran qo'ydi, bizga aytsin, mana original qo'ydik, davay bonus qiling bizga. Shulardan to'g'ri. Mana shuni bepul qo'yib beramiz. Agar shuni boshqa joydan kirib birinchi so'rasa ham, kamidan 1,5-2 ming rubl. Ладно, 2 ming rubl qo'yib beradi, mana o'zining narsini. Ne jo'ralar sizlarga yana aksiyani zo'ri. Любой bir telefonlaringizni o'sha iPhone'ning originalini remont ettirsangizlar, zapchaslarini qo'ydirib shu narsa qilarki. Hammasiga bor. Bo'lmasa o'qib beramiz. Kamerani zo'r narsalarni sizlarga. Bu endi bu filtr hisob vazifani bajarami yo? Yo'q, filtr emas, prosta bu kamerani защита просто. Tarafini bo'lmasligi uchun защита turadi. Video syomkada umuman zarari yo'q, Bular yaxshi. Instrumentlardan boshlaymiz. Instrumentimiz bu ampera ko'rsatib turadi. То есть telefon даже uchib qolgan bo'lsa ham batareykaga zaryad ketyaptimi, ketmayaptimi, platangiz живойmi, ulganmi, то есть материнский plata udardan keyin bu полный informatsiya beradi. Просто kabel ulasangiz telefonga и все, сразу ko'rsatadi. Bu yerda bu aparatimiz ham shu ishni bajaradi, но bu только помощнее beradi. Akkumulyaторingizni kachat qilib berishi mumkin bu. Agar akkumulyaторingiz 0 ga tushgan bo'lsa, plus-minus подключить qilasiz и ketdi zaryad. Akkumulyaторingiz 15 minut ichida 2%, 3% zaryad oladi, чтобы telefon tekshirib olish uchun, yonyaptimi, ketyaptimi. Shu instrument bilan ham материнский platani tekshirsangiz bo'ladi. Plus-minus qilib qayerdan питание bor, qayerdan питание yo'q, сразу apparat informatsiya beradi sizga. Keyin payalnik qayta qilish uchun ultrafiolet pechkamiz bor. Bu отклеит qilib beradi sizga krishkalarni, ekraningizni hammasini отклеит qilib beradi. Shundan internetlarda ko'rgan apparatlaringiz bu yerdan bajaralar. Ko'pchilik internetda men ham shuni ko'raman-da, internetda. Proshka qilamiz полный akkauntlarni, Google akkauntmi, Mi akkauntmi, iOSmi, iPhone'mi. Blokka tushgan telefonlarni ochasizlar. iPhone'dan ochasizlar. Planshet, kompyutermi, boshqami, qanaqa apparat bo'lsa, все, что связано elektronika bilan. В наличии ноутбукimiz, хороший ноутбукimiz bor. Полный proshka qilamiz. Bo'ldi, asosiy narsalardan endi ko'p. Endi buni masalan телевизор ishlaringizni, например, разъем сломан или экран битый, сразу на месте. Shu kunning ichida yo'q. Bugun olib kelasizmi, bugun olib kelasizmi? Ish qilib o'g'illik telefon aytganmanglar, blokni ochib beradi ekanda. iPhone 15 Pro ga glянцевый гидрогелевый пленка qilamiz. Yetti. Tayyorlab berdi, короче. Razmer hammasini shirkingda o'tiramiz buni telefonni. Телефонni обязательно обезжиривать qilish kerak. Spesialni o'zini обезжиркасы bo'ladi, mana shu обезжирка qiladi. Bu nedaki içinden çıkan salfetkalar emas, короче. Bu сильный, да, bu средство, чтобы полный отталить. Nechadan nechaga ish bo'ladi? Vaqt 9dan 8gacha ish bo'ladi. Har kuni bezvyходной beradi.
Yaxshi. Necha so'm bo'ladi o'sha ish haqqisi va materiallar? 500 rubl bo'ladi. Hem ish haqqisi ham o'zi tovar, Tovar bilan, plyonka va pakleyka bilan 500 berish bilan. Bu anavi magazinlarda 1800-2000 rubl. 1300 mana shunaqa. Bizda mana 500 rubldan. Farqi yo'q ularnikidan. Liboy modeliga, liboy. Hamma joyda bir xil. Gelaverasida eng arzon baholarda sizlarga har xil gidrogelovый deydi-ku buni. Gidrogelovый. Gidrogelovый plyonkalar kerak bo'lsa, yana cho'tka qistirib beradilar. Hamma modelga bez razницы. iPhone, Samsung hammasiga shu bahashang 500 rubl. Stiklolar ham bor sizlarda. Stiklolar ham bor. Stiklolar ham 500 rubldan. Mana shunday. Shkolant bo'lib turaveradi telefon. Orqa oldiga ursak bo'ladi. Abakam, polniy. O'zini nasi bor o'zi. Shunday nani kesib beradi uni. O'zini kesadi, o'z ko'rsatolmaysiz. Uni hozir ishlatish shart emasmi? Lishni zayalamalang. Mana bu zadniy panelni qo'ygan. Orqasiga bu yerda mana Pabakam tekkan. Polniy uriladi. Bu Pabakam polniy 360 rubl bo'ladi. 800 rubl bo'ladi. 800 rubl. Даже 1000 rubl emas. Yo'q. Oldiga, orqasiga Pabakam polniy 360 gradusda uriladi. 800 rubl bo'ladi. Вообще круто. 800 rubl jo'ralab polniy telefonlaringizni hamma taraflamalarni urib. Именно sizdan kelsa, mana YouTubedan ko'rdim, Telegramdan ko'rdim. Именно shu bratdan обращаться qilib kelsa, пожалуйста, arzon qilib polniy 360 gradusda 500 rublga urib beramiz. Вообще круто. Jo'ralab bu aksiyaning eng zo'ri bo'ldi lekin. Именно gachna bo'yicha любой Adres Соборная 29 da magazinimiz bor и General Knisha 8i kelaverasizlar. Bo'ldi, hozir Sabornini ham tushiramiz, borib turib, bernam adreslari bilan obzor etamiz. Kim Gatchinada bo'lsa, Saborniya, aerodrom bo'lsa, yana o'sha yerga kelib remont ettiraverasizlar. Chipol podarka bo'ladi, agar remont qilsangiz, допустим, iPhone, Samsung, любой telefon remont qiladigan bo'lsangiz, обязательно стекло подарок, чехол подарок. O'sha yerda saylab ketaveramiz. Любой birsini olaveramiz podarka. Я какой-то определенный подарки uchun отдельный turgan labam. Jo'ralar zo'r imkoniyatlar, telefonni yaxshi ko'radiganlar kelasizlar. Sizlar uchun eng zo'r aksiyalar, aksessuarlari вообще ko'p yerda kompyuterning naborlar uchun, keyin naushnik, batareyka мелкий какой-то naudir bir navlar uchun kerak bo'lsa, zaryadniklar. Eng asosiysi jo'ralar bu yerda oqshom kelgan vaqtimizda anavni aytdingiz, originalniy zaryadnik so'radi. Aldash yo'q bu yerda jo'ralar, originalniy bo'lsa originalniy, agar original aytamiz, Kitay bo'lsa Kitay. Va, ana shu eng narsa. Sizlar boshqa magazinlarga o'xshab turib, Kitayni original deb sotib beradigan emas. Bular stiklo bilan bularning hammasi. Remax degan bu eng качественный стеклоlar. Ularni ham допустим 23.5 dan boshqa magazinlarda uradi. Bizda например iPhone 15 или 16 Pro Max bo'ladigan bo'lsa, bularning narxi 800 rubldan. Mana boshqa joylarga kirsanglar, agar Megafon, MTS 1300 kamida o'xshaydi. Bizda 800 rubldan Remax Super Plus также bor. Super Plus farqi nimada bularning? Bu bundan ham proshniy qilingan. Pabakam ko'rib turibsiz. Chorli nima? Ozgina ma'lumot uchun. Yo'lda komplektatsiya bor. Buni o'zlaring ham qo'yib bersangizlar pul bo'ladimi yo? Ichida hammasi. Buni qalinligini qarang. iPhone'lar uchun и защита dinamiki ham bor. То есть dinamikda ko'rsatib bilaman, ko'rsatib bilmayman telefon, no dinamik o'rni bo'shliklari bor shu yerda. Полный защита beriladi. Bu bularning anti-shpion. Anti-shpion bu Redmi telefonlarimizga anti-shpion, который сбоку не видно. То есть turgan odam, yuzda turgan odam anti-shpion. Короче, telefonni
to'g'ri tutsa ko'rinadi, kraydan tutilsa telefon chorniy bo'lib turadi, qap-qora ekran. Ha. Anti-shpion degan men internetda ko'rdim. Agar kimga qiziqarli bo'lsa, sizlar ham ko'rgan bo'lsangizlar, shu yerda bor ekan, necha so'm bu? Bu ham 500 rubldan. 500 rubldan. Ay, nasi yo'qmi buni? To'g'ridan qaraganda chorniy atib ko'rsa, katta mutni bo'lmaydimi? Yo'q. Chotki o'zidan bo'ladi. Ochib ko'ramiz bu. Buni qachon siz telefonga qo'ysangiz, o'shanda уже ясно bo'ladi sizga. Bu ham qalin qilingan stiklo. Shu vazifani bajaradi bu. Men защита kuchli. Anti-shpion degan ekran. Anti-shpion degan stiklo ekan, agar jo'ralar qiziqsangizlar kelasizlar shu yerdan. Bu ham 500 rubldan ekan. Qo'yib berishlar hammasi ustanovkasi o'zining ichida. iPhone 13 Pro ga kamera stiklo yopishtirish jarayoni. Shunday xizmatlardan boshlab ta ekran almashtirib, ichlarini remontlarini shug'ullanadilar. Yangi hayot bag'ishlanib turibdi kameraga. Bu işi bitti mi lan yüzü? Kutamiz endi buni. Klip qo'yib kerak. Определенное время, где-то 5-10 minut. Fakat hazır diagnostika ne olganini bilamiz bunda. Hazır telefon просто uchib qolgan. Ko'ramiz. Agar yiqilgan bo'lsa, mosh ishlab chiqib ketgan, mana bu ikkita ishlar javob beradi shu включение. Bitta qarab keyin. Mosh aklımda chiqib ketgan. Sifamasini chiqishadi. Denizin işleri şöyle mi? Model telefon A53. Samsung A53. Ekranı vurdu sıvı. Bunda maşindan diye aparatura yok mu? Diagnostika yapılırsa biraz aytadan yüzünde o problem. Abrop ya mana şu konektordan lebo tepadagi bir pastda lebo mana bu shlepdan. Hozir shu hammasini mikroskopga ko'ramiz. Mikroskop ko'rsatami ekan bizlar kamerada? Ko'rsatmaydi. Hozir qilib ko'rasizmi?
Konnektör, nijniy konnektör. Almindurtdan davay yazın. Bu. Ha. Ko'rib turibsiz, qayrilgan joyi bor. Ha. Konnektör qayrilib turibdi. Mana shu yerda. Короче, bunu bir yandan göreveramiz. Mikroskopda işleyeveradi. To'rt Pro Max 6,5 ming bo'ladi bu. Original bo'ladimi? Original bo'ladi, ha. Biz основной platini konnektorini ko'ramiz. Protsentini ko'rsatib turadi axir, yaxshi original deganingizda almashganda. Shipka bilan, bez shipka bilan biz. Vertni konnektormi? Yetkenak. Vertni konnektor 3 ta obrovi bor. Tak tapish. Oltini oldi. Ha, bor. Shu yerda. Tushunarli. Ne? İş То есть jarayoni. ishi buni восстановление. То есть восстановление коннектора, восстановление бесплатный шлейф. Все. Ishi bir soatlik ishi bor. Buni agar vaqtimiz bo'lsa tushirib ko'rsatamiz. Обязательно что bitgandan keyin ko'rsatamiz rezultatni. O'tkir aka, mana o'zimizning bitta akamiz videoni ham ko'rsalar kerak, u kishi telefonlardan tanib, HD kamera 5G bir nima model deb ko'chada cheklaridan sotib olganlar. Zaryad joyi ishlamay qolgani uchun bizga olib keldi. Birdan bildik, o'zlarini xafa qilmasdan hozir sizga ochib ko'rsataman, buni ichida nima gaplar. Buni hozir sizga ochib ichini tanishtiramiz. Qiziqqanlar bo'lsa, telefonni egasi akamiz ham shu gachchinada ishlaydilar, ko'rsalar kerak, birdan taniydi. S20 Ultra mashina Yo'q, Ultra demagan. S Plus qanaqadirda model deb beravergan, lekin bu yerda hech narsa yo'q. Ichida sizga ko'rsataman. Ochib ko'rmaganman, lekin shunday уже bilinadi. Po video, po mastera. Bu yerda qarang, bu yerda 3 ta kamera, 4 ta qo'yilgan, datchik qo'yilgan, spishka qo'yilgan. Endi bu kishini hozir sizga ochib ko'rsatamiz. Bir dona kamera. Bir dona mana bu kishi turibdi bu yerda. Ichi pustoy, hech narsa yo'q. Hozir sizga falsh qiling, mana bu yerda 4 ta kamera. Ichida bitta kamera. Oynasi 4 dona, ichi bir dona. Xitoylara degan kasallik. Ana shundan ehtiyot bo'lsinlar degan maqsadda qo'yamiz. Bu originalni ichini sizga hozir ko'rsataman, premyerni qanaqa bo'ladi. Mana bu oddiygina Samsung A12 ni originali. Agar tushungan odam bo'lsa, birdan tushunadi nimaga bu yerda. Bu yerda A12 ni originalda 4 ta kamera qo'yilgan, 4 ta kamera turibdi. Platani rangiga e'tibor bering. Bu yerda hamma narsa shleyfda turibdi. Hamma narsa konnektorga podключить bo'lgan. Bu yerda simlarning ahvolini qarang. Simlar ham bor. Bu yerda chisi kolxoz. Shu taraflarga ehtiyot bo'lib, iloji bo'lsa telefonni mana biz nomerlarni qo'yamiz. WhatsApp, Telegramimiz bor. O'shanga tashlab mana bu original kopiyami, o'shani ham shunday o'zimiznikilar uchun aytib beramiz. Честно, только вчера, когда я позавчера узнал вчера в салоне, все очень отлично, мы быстро все сделали, только отдал буквально там через час решили, там установили, в чем причина поломки, как бы, сразу все это устранили, быстро, качественно, как бы, советую, обращайтесь, все недорого еще относительно, вот, что есть гачные там альтернативы, самые доступные по ценам, все. Endi Jo'rala Gachchinadagi tochkani ko'rsataman. Bir bozorning ko'chasi. Ina sizlar rastdan tushuntirish beramiz. Ne? Bozor, bunda Sokol degan magazin. Ne shu yerdan bozor tarafındaki pavilyonlarda bu ina. Şurada remont telefonina
Bilasizlar, birdən şu narsa, yine tabloları, neleri, reklamaları asılıb turadı. Bunda yine telefon nomerler. Bir de ki şu uslugalar, şu narsalar, aksesuarlar. To, что arka magazinde onu aytib o'tgan bo'lsak, birdən şu uslovyalar var. Bir de zaryadnikli aksesuarlar. Bir de ki narsalar ham, instrumentlar ham, как в yandaki deyin, zamonaviy instrumentlardan foydalanganlar. Bir de Shuhrat, siz o'tirasiz, ha? İki tarafta ham. Qayerga chaqirishdi? Sen tarafta bo'lsa shundaymi. Ну, bir yerda главный что remont etilganda ko'p kuttirmaydilar, momentalingiz o'tadilar. Shuning uchun ikki tochka, agar yan o'chirib bo'lsa, bir o'chirib bo'lsa, yana shunday turib, чтобы klientni kuttirmaslik uchun harakatdaman. Ultraka bu aksesuarlar faqat kerakli narsalar bu yerda. Telefonni bezak qilish uchun, chiroyli qilish uchun hech narsa yo'q. Chunki ular faqat do'konni to'ldirish uchun ishlatiladi, hech kim olmaydi u narsani. Remont qildingiz, mashinada kelgan bo'lsangiz, держатель mashinga. Naushnik yaxshilari. Mana bu 2000liklar уже sotmayapmiz, chunki ko'p brak chiqdi. Mana bularni aytib sotamiz aka. Mana bular kачествоsi yaxshi kopiyalar. Necha so'mdan bular? Bular 1800 rubldan. 1800 rubldan bular garantiyasi bilan hamma narsa. Nimani aytmoqchiman? Power banklari bor. 60'lıkdan. Sizga nima kerakli bo'lsa, shundan ishingiz bitib ketadi. Agar bu yerdan topilmasangiz, bizda sklad bor. Любой narsani zakaz bilan olib beramiz. Aytsalar bo'ldi sizdan shuni. Bizda nima uchun bu har xil narsa bilan to'ldirib tashlamaymiz? Chunki asosan remont bizda. Endi bu yerdagi aksesuarlarni masalan ko'pchilik ko'rib turib, internetdan ham olamiz deyishlaringiz mumkin. No, internetda lekin bilasizlar, garantiya bermaydi ko'p narsa. Bu yerda garantiyali o'xshamasa almashtirib ham beraverasan keyin. Shunday narsalar. Bu yerda plus nelar, zaryadniklar Type-C yine yaxshi xillari 5 amperlisi. Bularning baholari osmoncha emas, ish qilib, o'rtacha bozor baholari. Yine bu 120liklar kimga kerak bo'lsa, masalan, tushungan odamlar uchun bu zo'r narsa. Men uchun zo'r variant lekin bu 120. Qolgan internetlarda ko'ramiz, sifrlarni ko'rsatib turadi, qiziqchilar reklamalarida yine shunlar ham bor ekan bu yerda shunday qiladi. Держателlarni telefonlar. Bu video registrator bang. Registrator. İchkari salonni oladi, oldini oladi. Как раз yine taksistlar uchun zo'r variant o'sha. Eldilarni qo'yasizlar, klientlar bilan bo'lib turgan voqealarni zapisatib ketaverasizlar. Aksesuarlari shu liboyni подобрать etib berasiz axirang. Hammasini bor bu yerda. Kerakli modellar. Asal shu bilan jo'ralayna nerda telefon remont etishini ham ko'rdingizlar, bildingizlar. Endi bundan keyin Gatchinada to'lka o'sha o'zlarimiznikilarni podдержка etish uchun shu joylarga borib remont ettirib yurmaysizlar. Sizlarga eng zo'r aksiyalar bilan, skidkalar bilan o'tib taxlab beradi. Hammaga xayr.